Ko'p yillardan kuzatib boraman. Aha. Bu ukamizdan so'raganmiz, Turkmanistondan kelgan. Bu ukamiz aytganlar hamma videoni bir Mas'ud to'g'richa undaq qilinadimi? Ha, bitta bosa quyib olasiz, shunda issig'i bilinar. Peshanaga qo'ysa. Peshana lazer ko'rinmi? Bosib turaman. Ha. Qani bu lazer qochib ketdi. Olamlar, assalomu alaykum. Qadrdonlarim, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Boringlar. Qadrdonlarim, bugun albatta sizlar uchun o'ta yangilik, yaxshisi bor. Buning uchun o'tkazmasdan oxirigacha ko'rsanglar, inshaalloh Xudo xolasa, sizlarga ham, shaxsan menga ham manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Hozir mana Shovotda yana keldi. Ba'zi ukamiz bor, mana tozalik bilan Bojonim Qarshi shahardan keldingiz. Qashqadaryo viloyatidan a? Ha, bizni shu kelishda oldin videolarimizni rosa ko'rgansiz. Ha, ishg'oz bo'lib, endi bizni o'zimizni ham yurtimizda chiqazamiz deb kelgansiz-da endi, Xudo xolasa. Asosan gapiring. Ko'p yillardan kuzatib boraman. Aha. Xabar bo'lish uchun keldim-da o'zingizga. Baq o'tib olasiz, chunki yorug'da asal qiraro chiqiladi. Hop, hurmatli obunachilar, o'zim kadrda ozgina ishtirok etmasam bo'lmaydi. Mahmud Jon do'stimizni juda ham ko'pchilik taniydi, usta nonvoy. Hozir payti juda ham ko'p nonvoylarni o'zi chiqargan va shu borasidan bu akamizga ham rahmat, ancha-muncha qo'llaridan shogirdlar chiqyapti. Eng sababchisi kim? Birinchi Mahmudjon va bu yerga kelib turib o'rganayotgan insonlar juda ham ko'p. Mana kuni kecha Qirg'izistondan kelib ham o'rganib ketishdi. Siz mana videolarda o'tgan safar videoda ham aytdingiz, ancha-muncha hunarlarni o'rganishdi, hunarga ancha yaxshi ekan deyishdi. Ilohim tan joylari sog' bo'lsin, yaxshigina o'rganishgan bo'lsa bo'ldi. Ish faoliyatlarini boshlab olsa bo'ldi, to'g'rimi? Ha, siz xursand bo'laverasiz do'stim. Albatta. Bular endi hozir mana asosan men ko'p nima qilaman, qiziqib ko'raman. Obunachilar, qaysi videomizni ko'rib kelishdik degan maqsaddan bordi. Ha. Yo, videolaringizni sizni mana o'tgan safar mana bu ukamizdan so'raganmiz, Turkmanistondan kelgan. Bu ukamiz aytganlar hamma videoni birin-ketin oldin kuzatgan. Bizni ko'rayotgan insonlar ham hamma bitta videoni ko'rib kelishmaydi. Albatta. Bitta ko'rishadi, ikkinchisini ko'rishadi. Haqiqatan bu ishonchli bo'lami? Bu keyin kidayt qilmaydimi yoki bo'lmasa mashinalik qilmaydimi degan fikrlar ham bo'ladi. Chunki u uzoq joydan kelib turib bir narsani o'rganishi o'zi bo'lmaydi. Shuning uchun ularni ham bir tomondan to'g'ri tushunamiz. O'tgan safar mana ejamiz ham aytdilar, mana Qirg'izistondan kelgan. Oldiniga ikkilandim. Sirazi bu nima qilsam, yana bular kidayt qilmaydimi degan savollar bo'ldi, to'g'rimi? Lekin mana shu yerga kelib, mana hunarni bemalol o'rganib ketib, hatto tandirlargacha olib beribsiz, hatto garerkalargacha olib beribsiz, to'g'rimi? O'shalargacha, ya'ni borib turib bitta hunarni mana shunaqangi nonvoyxonani ochib, bemalol non yopadigan darajaga yetishdi. To'g'rimi usta aka? To'g'ri. Ha. Ketishdi. Sizga ham ku gap yo'q. Shunchalik mana nonlarni pishirishi va nonlarni har xil turdagi, ya'ni nechta xil turdagilarni o'rganishdi ular? Ular to'rt xil o'rganishdi. To'rt xil o'rganishdi. Aslovni xotini zo'r o'rganib ketdi. Ha, ayollari, ya'ni pish o'rgandi. Ayollari nimani o'rgangan bo'lsalar, u yaxshi oilaviy, bu ham bitta kichkina biznes. Mana bu yerda xamirlarni chiqarib berib tursa, erlari u tomonda chiroyli yopib tursa, endi bular misol yangi kelganlar sraz yopib keta olmasa ham obunachilar bitta yopib o'sha olishadi bo'ldi. Qolgan xamir qilish, uzib bostirish, yasalishi, non yuziga qanaq surkalishi, qanaq yo'q bo'lsa qanaqa non chiqishigacha o'rganib bo'lishdi. Agar bir oy davomida yurishadigan bo'lsa, xuddi bir kosaning ichiga bir choy quyganday qilib ichiga quyib qo'yiladi albatta. Barchasini. Mana Rozakammi, xohlasa jigarlar. O'rganish Rozakammi? Rostdan o'rganyapsanmi yo yolg'on ekanmi? Yo, video uchun asalab gapirmagan, xohlasa gapir. Ya to'g'risi, keldik, o'rgandik, hammalar yaxshi. Qancha uzoq joydan kelib o'rganding, tuman. Qayerdan kelding? Yadim uzoq bo'lib ketadi. Qayerdan kelding?
Turkdan, Astanadan, Antalyadan İstanbul'a, İstanbul'dan Aşgabat'a, Aşgabat'tan Xorazm, O'shundan beri. Xullas, tagi Turkmanistondan kelgan. Turkmanistondan kelib, o'tgan safar qanday non pishirishlarni, uyda sizlar tomonidan qanaqa non bo'lishlarini so'raganimizda, bizni tilda aytganda chap-chap non. O'sha narsani pishirilar ekan, lekin biz videoda ko'rsatganmiz, mana oshxonadagi eng o'rta sifatlidagi nonni ko'rsatganmiz. Xuddi shunaqa qilib pishirsang ham, sizlar tomonidan bir boshqacha u bunday qilayotganda nonni ko'zga surtab o'ptirib yeyishadi degan gaplarni gapirganmiz. Chunki ulardagi nonlari qovun non bo'lar ekan, boshqacha non bo'lar ekan. Endi bu beydagi nonni bizdagi oddiy 3 minglik nonni ko'rib ancha ajablandi. Sababi endi bunaqa non bizda agar chiqadigan bo'lsa, to'xtovsiz sotaman 4 qop, 5 qop degan fikrlar ham bildilar. Fikrlar bergan bo'lsa yaxshi. Hop, bu Qashqadaryolik, ya'ni Qashqadaryodan kelgan mehmonimizdan ham ozgina intervyu olamiz. Hozirgi bana issiqqina shogirdlardan desa ham bo'ladi. Mana shu yaqin vaqtlarda keldilar. Hali bu narsa jarayon tomonidan ko'rasiz. Mana bugungi kunda o'zi o'tadi, ertangi kunda o'tadi. Xudo xolasa bir 3 kundan keyin yana bitta chiroyli videolar qilamiz. Xo'p, oldin novochilik qilganmisiz? Yo'q, qizilish bo'lganda shu Mahmud akani kuzatib bordim, o'shandan keyin qizilish paydo bo'ldi. Qiziqish paydo bo'ldi. Ada nonovochilik qilmagansiz umuman, ha? Xudo xolasa endi o'rganib Borib nonovochilik qilish. Qaysi qishloqdan keldingiz Qashqadaryodan? Nishon tumanidan keldingiz. Qanchadan beri kuzatib borasiz usta nonovoyni, ya'ni Mahmudjonni? 2 yildan oshdi. 2 yildan beri ko'rdingizmi do'stim? Men sizga nima dedim? Oldin odamlar kuzatadi. Qaysi videoyimni ko'rib keldim deb aytmang. Qanchadan beri kuzatib kelasiz, keyin sizga ishonch uyg'ondi bizga deb savollar beraverasiz. Ko'rdingizmi? 2 yildan beri sizni oldin kuzatgan. Haqiqatan bu ishonchli insonmi? Haqiqatan bir hunarni o'rgatadimi, o'rgatmaydimi? Eng qizig'i, mana men sizlarga aytadigan bo'lsam, bu do'stimiz nonovochilikni eng arzon nimada o'rgatadi. Chunki biz bilamiz, 1,5-2 ming dollarga o'rgatayotgan nonovoylarni ham bilamiz. Har xil nimalarni. Lekin u narsani siz nech pul o'zingizni qo'yningizdan chiqarganingizga qat'iy nazar siz bitta hunarni o'rganyapsiz. Qayerga borsangiz ham, mana o'zingizni mana Qashqadaryodan, Turkmanistondan keldilar, qayerga borganda ham bu bir umrlik hunar. Ya'ni bir umrlik keltiradigan foyda. 4 qop, 5 qop nonni yopadigan bo'lsangiz ham kuniga normal bir daromadingiz bo'ladi. Hozirgi paytda o'sha narsani o'rganib yillar davomida, ya'ni mana do'stimizga salkam 4 yil bo'lgan bo'lsa, o'tgan safargi intervyuda aytildi, Tojikistondan juda ham ko'p shogirdlarimni mana shu yerga kelib o'rganib ketishgan dedi. Hozirgi paytda men juda ham ko'p kuzataman, ko'p birga yuramiz, telefon qilishadi. Mahmudjon, mana shu sizni orqangizdan mana shuncha daromadlarga erishdim. Mana shuncha mana nonlarni o'zim pishirib sotyapman. Hattoki o'zimdan shogird ham chiqaryapman deydigan insonlarni ham bilamiz. To'g'ri. Shuning uchun har xil fikrlarni bildirmaylar. Bu hamma narsa ishonchli. Agarda bu bolani bir netu ishi bo'lganda, davno internetlarga chiqib shov-shuv bo'lgan bo'lardi. To'g'ri. U narsani birinchi mana bu Alloh taolo mana bu narsani bekorga bermagan. Uni oldin chuqurroq o'ylaylar, keyin fikr bildiringlar. Chunki mana siz ham aytdingiz, hozir mana 2 yil davomida kuzatgansiz. 2 yil davomida kuzatgan bo'lsangiz ham oldin bir qani netu tomoni bo'larmikin degan bir fikr borganda, to'g'rimi? Siz ko'rgansiz, значит bu haqiqatan o'rgatyapti. Haqiqatan odamlar kelyapti. Haqiqatan odamlar o'rganib ketishyapti. 2 yil sizga bitta narsa zadaniya, odamlardan ko'rishadi. Mana bugun keldilarmi? Bu do'stimiz ham ketayotganlarda ketayotgan jarayonda nonni pishirayotgan, qanaqa holatda pishirilyapti, qo'lidan nima hunar kelib, ana shu narsani to'liq o'rganganligi haqida joy ko'rsatib bering odamlarga. Keyin bu do'stimizni ham ko'rsatib bering. Albatta. O'shanda yanada ishonchliroq bo'ladi odamlarga. Bularni ham tushunamiz.
Buni ham tushunamiz, chunki kadr ortida ko'rishyapti. Har bitta narsalarni bu nima hozirgi paytda nimalar ko'p, mashina, har xil mashinalar ko'p. Mayli, sizlarni ham tushunamiz. Lekin unaqa holatdan olisda bo'lgan holatda bu inson, bu do'stim, meni o'zimni sinfdoshim, ham shogirdim. Hech qanaqangi minusi yo'q. Minusi bo'lganda davno internetlarda shov-shuv bo'lib, ana Mansur shogird edi-da degan narsa kerak bo'lsa menga ham kelardi. To'g'ri. Undan tashqari borib turib Oxunov TVga ham borardi. Chunki o'sha orqali men birinchi bu do'stimiz yana bir qisqina tushuntirib o'tadigan bo'lsam, do'stimiz u proyektga yurgan paytimizda kelardi. Videolarni qilib, men ham saxovat yo'nalish yurgim keladi derdi va aytdim, do'stim, saxovat yo'nalishida oson emas. O'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Juda ham ko'pchilik insonlar ha deganda mamnun bo'lmaydi. Har xil o'ziga yarasha narsalari bor. Qiyinchilik bo'lsam, yo'q, men ham qilishim kerak. Bo'pti deb bir keldi. Keyin baribir tirikchilik qilish kerak. Men Andijonga borib turib Noroxda ozgina ishlayman. O'sha yerda ozgina video qilsam bo'ladimi dedi. Men aytdim, ha, bo'ladi, zo'r bo'ladi, odamlarga baribir qiziq. Keyin bu do'stimiz haqiqatan videolarni qildi, odamlar o'zi mamnun bo'ldi. Baribir shu ukamizga o'xshagan, bu ukamizga o'xshagan o'rganadigan insonlar o'zi paydo bo'lishdi. Birinchi o'zingiz aytib bering, birinchi shogirdingiz qayerdan bo'lgan? Qo'qondan kelib turib, Buvaydadan kelib turib o'rganib ketgandan keyin haligi insonni mana misol ertaga siz ham xudo xolasa boshingizda bo'ladi. Xursand bo'lganini ko'rib, mana shu narsaga o'tib ketdi. Ras bu hunari mana 20 yildan ortiqdan biri mana shu nonvoxonada katta bo'lgan. Misol men kichkinaligidan o'sha 25 yildan 28 yil bo'libdi mana. 28 yildan beri shu hunarni ichida yurgan. Bo'lgandan keyin bu ikir-chikir hamma narsasiga, hatto esinglar bo'lsa, hamma yangilik biladi. Hatto esinglar bo'lsa, Oxunov bir oz aytdi 2 metrlik, ha? 1 metr. 1 metrlikmi-da? 1 metrlik nonni evlab yopdi-ku. Men o'shani ko'rgandan keyin gap yo'q deganman. Bitta buni bilishadi. Xudo xolasa yangi kirganlar. Ha, endi yangi kirganlar bilishmaydi. Videolar orasida bir ko'rsanglar bo'ladi. Inshaalloh. Har xil turdagi nonni turlari, mana Nonvoxon akamizga bir savol beradigan bo'lsa, non turlari nechta? Mana misol hozirgi paytda Bizdami? Opshi, baribir siz bilasiz-ku, примерно. Meni o'zimda 6 xil bor. Sizda 6 xil. Opshi mana boshqalardan yopilayotganlarni ham hisob qilganda bir 50 xil bormi? Ko'proq ham. Undan ko'proq, ha? Ko'proq. Ha, ko'rdinglarmi obunachilar? Nonni turi ko'p. Mana misol olganda oddiygina mana nonni oladigan bo'lsak, chunki hozir o'zi yopilmayotgan ekan. Mana nonni oladigan bo'lsak, kichkina bo'lsa, mana shuni ham har xil turli xil qilib qilsa bo'ladi. Undan kattaroq. Uni vidi ko'payaveradi, ha. Yanada boshqa. Bizda eng asosiysi hech qayerda pishirilmaydigan shirmon nonimiz bor. Va, Namangan to'g'rimi? Albatta. U umuman boshqa bo'lmaydi bu. Boshqa joylarda pishmaydi ham, o'chqamaydi ham. Ha, Musoxon aka ham guvoh. Mana kuni kecha yaqinda Amerikadan bizni kuzatib boradigan obunachimiz, bitta opamiz bordilar. Keldilar Namanganga kelganlarida bizni xonadonimizda shu 2 kun turib, keyin biz Chorsuga olib tushing bir bozorga dedilar. Chorsuga shunday tushsak, bilsangiz, qator nonni har xil turlari bor. Albatta. Mana shundan kattadan tortib, shunday kichikdan tortib kattagacha bor. Ularni ko'rishda voy mana nonlar nonmi deb hatto shuni olib ketishdi. Men aytdim, eng haligi o'rta holatdagi sifatdagi nonlar chiqadi bu yerga. Undan sifatlilari bor deb ularga tushuntirdim. Yo'q, voy deyishdi. Keyin ularga nima qildim? Demoqchimanki, Albatta. Nonni turlari ko'p. Ozgina ideya qilib qo'ysangiz ketaveradi. Bitta narsani ham aytib o'tish o'rinda, bir yashini hozir mana ukamimiz oldin bir orada reklama qilganda, bu narsa nima narsa deb o'ylayotgan bo'lsanglar kerak-da. Ko'pchilik biladi. Ha, hozir yangi karantinda juda ko'p ish bergan bu. Bu aptekaniki. Bu o'sha umuman kelgan bu. Qarayman, lazer tushar ekan. Boshqa narsa. Ha, bu tonuri issig'ini. Odam issig'ini bilar ekan, lekin mana qattiq issig'ini ham muzda, ham issiq biladi o narsa. Yangi yopuvchilar uchun non orqasini qoraytirib, quydirib olmaslik uchun juda zo'r maxsus narsa ekan.
Buni oldinroq ham bir reklama qilgandim. Endi bundan ham bir takomillashib zo'r chiqdi mana oshna. Mana bitta tushuntirib qo'ysangiz, mana siz to'g'richa bundoq qilinadimi? Ha, bitta bosib quyib yuborasiz, shunda issig'i bilinar ekan. Peshanaga qo'ysa. Peshana lazer ko'rinmaydi. Bosib turaman. Qani mana lazer qochib ketibdi mana. Sifir qo'yib yuboramanmi? Ha, bitta bosib quyib yuborasan bo'ldi. Sifir ko'rinmaydi. Sifirlarimiz hop 32.7 chiqdi. Ya'ni istimasi 32.7. 36 dan oshsa, 37 ga qarab bo'lsa, istiva bo'ladi. Juda zo'r narsa ekan mana shu. Mashaallah, yangi yopuvchilar shundan qilib olsanglar, umuman adashmaysizlar. Chunki orqasi ham pechenni rangida chiqsa, yaxshi bo'ladi va qolaveradi. Gradusga chiqar ekan. Buni endi xitlanish kerak. Biz uni Necha gapirib ber. Voy, shu o'lchaganda qismoqda o'lchaman 240 dan baland, 300 dan oshib bo'lsa shu o'rtalab 50-60 bo'lsa normalniy bo'ladi. Ha, 260. bu o'zi asli 185 ta normalniy bo'ladi. 185 ta. Masalan, aytayotganing ozgina xato bor. Chunki 185 gradusda o'shanda nonning orqasi ham bir xil tempda chiqadi va nonning orqasini iloji bo'yicha obunachilar qizartirib olmaydi. Chunki ichiga solinayotgan masalliq 5 kilodan 3 kilodan bo'lsa ham o'sha masalliqni ta'mini buzadigan narsa nonning orqasini qorayib ketishi bo'ladi. Shuning uchun bunaqa narsada agar qiynaladigan bo'lsanglar, umuman qiynalmaysizlar. Ta'minni pasatib buni Jahon bozoridan bildim, o'sha abirdim. Agar buni menga yoqqani siz aytuvdingiz, o'sha videongizni ko'rgandim. Bu bitta bossa, to'shna gradus urib berar ekan, degdi. Buni haligi bir to'g'ri qo'rg'onga borib, yopgan o'sha shunaqa yopishar ekan. Men qarasam, non orqasiga qarasam, orqasi qoraydi. Necha gradus yopsiz, bundoq qilib qo'ydim mashinada. Mayna shunda pastroq yopaman deb qo'lda o'lchadimda, pastroq. Siz mana qanday yoparganingizni bilib oldim. Siz qo'lda, qo'l o'zi gradus qolgan bo'lasizlar. Sizlar ham shunaqa desizlar, endi mana osonroq. bu sizlar qaysi payt ish faoliyatingni? Hozir Bizniki aka nechida? o'zi 5 ta boshlang to'p. 5 dan 9 gacha tugaydi. Ha, 5 dan 9 gacha tugaydi. 5 dan 9 gacha. Ertaga yana boshlashadi. O'zi asli meniki kunduzi. Kunduz ishlanmaydi men qilaman. Istirib. Vetergan zakasim bor. Xudo xohlasa ishingizga omad. Inshaalloh chiroyli nonib olgan o'rganingni. Bo'lsam shu kelgusi videolarda ko'rishamiz. Siz endi necha kun bo'ldi? 3 kun bo'ldimi? 3 kun bo'ldi. 3 kun bo'ldi. 3 kunda nimalar o'rgandingiz? Yaxshi, o'rganib tushdilar. Endi xamir tushib, yasalashlar. Xamir yasasham zo'r. Endi xudo xohlasa yopib o'rgansizlar. Harakati yaxshi aka buni. Harakati yaxshi. Xamirga ham o'ta e'tiborli bo'libdi. Nonni yo'yibdi onalar. Bu narsa haqiqatdan eng asosiy narsalardan biri. Odamning o'ziga bog'liq. O'ziga bog'liq. O'ziga bog'liq. Bu ming o'rgatgani bilan odam o'zida zo'r bo'lmasa, u befoyda. Ertaga bir negativ insonlar bo'ladi-da, odam o'zida bog'liq. Shehzodxon haqiqat ekanmi? Ko'zingiz bilan ko'rishondingizmi? Zo'rmi? Haqiqat ekan ha. Ko'rib kuzatib telefondashib kelyapman. O'shaning uchun 3 kun, mayli 3 kun ichida xuddi shunisiga mana ukamizdan ozgina qisqacha tarzda video oldik. Endi 3 kundan keyin biz asosan jarayonga kelamiz. Albatta. Sizlar telefon qilasiz, shu vaqtda men bo'sh bo'lsam, birga kelib qilamiz. 5 ta bosishar ekan-ku. 5, 6, 7 ta atrofida ham men chiroyli videoni qilaman. Xudo xohlasa. Sog' bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Yok,